Xiva shahrida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Savollar aniq, fikrlar esa xilma-xil, ammo aniq javob bitta. To'ronbank aksiyadorlik tijorat banki xodimlari o'rtasida an'anaviy ravishda o'tkazilayotgan zakovat intellektual o'yinlarining navbatdagi bosqichi. Mazkur bellashuvlar bu shunchaki o'yin emas, balki xodimlarning intellektual salohiyatini, bilim va ko'nikmasini oshirishga xizmat qiluvchi muhim asoslardan biridir. Bugungi shiddatli davr har bir soha rivoji uchun yangicha fikrlaydigan, intellekti charxlangan kadrlarni talab etmoqda. Shu ma'noda xodimlar o'rtasida doimiy ravishda o'tkazilayotgan turli interaktiv mashg'ulotlar bu borada aynan kutilgan maqsadni bermoqda. To'ronbankning shimoliy hududlardagi 4 ta viloyat o'rtasidagi o'yinlarimiz tugadi. Bu yil birinchi marta mana kuchli jamoalar o'rtasida bir ring ham tashkil etdik. Bu boshlanishi hali. Biz yana boshqa o'yinlarni ham taklif etganmiz. To'ronbank xodimlarini olib borayotgan ishlariga o'zimni shu sohani vakili sifatida rahmatimni aytaman. Ular pul bilan ishlaydigan odamlar. Ular adashmasligi kerak. Ularning miyasi, kallasi o'qday ishlab turishi kerak. Mana shunga harakat qilinyaptimi? Demak, bu bankning kelajagi bor. To'ronbank Intellekt an'anaviy ravishda tashkil etilayotgan o'yinlar bankning yuzlab xodimlarini bir maqsad yo'lida birlashtirmoqda. 6 kishidan iborat jamoalarning intellekti yil sayin oshib boryapti. O'zaro bahslarda bankning hududiy markazlari xodimlari o'z mantiqiy bilimlarini sog'lom raqobat maydonida navbatma-navbat namoyon etmoqda. Mana hozir birinchi turni yakunlab oldik. Mana natijalar yomon emas. Aqliy rivojlanishga undaydigan o'yinlar bo'lyapti. Ham dam olish, ham ilm bilan shug'ullanish, aqlni charxlash o'yinlari bo'lyapti. O'tgan yilgi savollardagi ma'no mantiqlari hozirgi savollarga o'xshab ketyapti. Harakat qilyapmiz. Yana o'zgarishlar bo'libdi. Juda ham xursandmiz qatnashayotganimizga. Jamoaviy bir-birimiz bilan bilim almashib, ham boshqa filiallar bilan tanishib, bir-birimizni qo'llab-quvvatlash, bilim almashish uchun tashkil qilingan. Yana bugun jamoamiz bilan shu o'yinda ikkinchi bosqichda qatnashyapmiz. Yana hammaning kayfiyati yaxshi. Hammaga omad tilaymiz. Davlatimiz rahbarining zakovat intellektual o'yinini aholi o'rtasida ommaviy ma'rifiy harakatga aylantirish va boshqa intellektual o'yinlarni rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori mazkur yo'nalishni huquqiy jihatdan tartibga solishda muhim asos bo'ldi. Yuqori emotsional ruhda qiziqarli savollarning jo'shqin muhokamasi bilan o'tgan tafakkur bellashuvlarining mazkur bosqichi yakunida eng bilimdon, eng zakovatli va intellektual jihatdan eng kuchli bo'lgan 5 ta jamoa aniqlanib, ularga bellashuvlarning respublika bosqichida ishtirok etish uchun yo'llanma berildi. Аймақлық o'yini bo'ldi. Oda Siyli zakovat o'yinida Siyli birinchi o'rinda elib, endi respublikалық bosqichga yo'llanma oldi. Bugun buni To'ronbank jamoati tomonidan ichki turizmni rivojlantirish maqsadida Xiva qalasini aylanib keldik. Tadbir so'ngida qadimiy va betakror Xiva shahrining ochiq osmon ostidagi muzeyi bo'ylab sayohat tashkil etildi. Albatta bu kabi tashabbuslar mamlakatimizda ichki turizmni yanada rivojlantirish qatori yoshlar o'rtasida ilm olishga qiziqish, o'z ustida doimiy ishlash, kitob mutolaasini yanada kuchaytirish, jamoaviy ishlash kabi ko'nikmalarni rivojlantirishda o'ziga xos zamin bo'lmoqda. Zero ertangi taraqqiyot bugungi tashabbusdan yaraladi.